7 etajlik g'ishtlik liftli yangi domning birinchi etajidan dupleks kvartirani sotuvga chiqdi. Hozir biz podval qismida turibmiz. Podval qismi yashash uchun chiroyli tayyorlab qo'yganlar. Hozir biz kattagina, xo'p, spalni qismida turibmiz. Spalni qismi o'zini ichida sanuzor qismi mavjud. Ko'rib turganingizdek kattagina sanuzor qismimiz bo'lyapti. Devorlarimiz kafel qilingan, oyoq taylari ham kafel qilingan. Ko'rib turganingizdek chiqishimiz bilan bu yoqda kattagina studiyning zal qismimiz bo'lyapti. Ko'rib turganingizdek kattagina mana bu yerda bu tomonimiz katta zal qismimiz bo'lyapti. Zal qismimizga ham alohida xo'p, kladovka qismi ham mavjud. Ko'rib turganingizdek ikkinchi etajda ko'tariladigan bo'lsak, prixoshkadan kiraverishda to'g'rida bitta xonamiz joylashgan. Ha, aytgancha, kvartiramiz umumiy maydoni 190 kvadratdan ziyodroq. Ko'rib turganingizdek, neoklassika dizaynida dizayn qilingan kvartiramiz. Bu kattagina yotoqxona qismimiz bo'lyapti. O'zini ichiga sanuzor qismi ham mavjud. Devorlarimiz keramogranit, oyoq taylari kafel qilingan, Koko firmasidan unitazlarimiz qo'yilgan, chiroyli dizaynda turibdi. Keyingi xonamizni ko'radigan bo'lsak, xo'p, bu bizada detskiy xonamiz bo'lyapti. Ko'rib turganingizdek, high-tech usulidagi qandillar ilingan, chiroyli dizayndagi pardalar osilgan. Xo'p, devorlarimizni ko'radigan bo'lsak, neobishniy stilda remont qilib qo'yganlar. Xo'p, oyoq taylari laminat qilingan. Xo'p, bu tomonga ko'radigan bo'lsak, kattagina sanuzor qismimiz bo'lyapti. Isitish tizimidan ham muammo yo'q. Xo'p, royal isitish tizimlari qo'yilgan. Smith-sitlarni ko'radigan bo'lsak, originallarni ishlatilgan. Devorlarimizni ko'radigan bo'lsak, keramogranit toshlaridan, xo'p, elektronnik oynalarimiz вообще shkolat narxda и shkolat dizaynda. Xo'p, bu yoq bizda kattagina kuxnya qismi bo'lyapti, 3 etajli. Xo'p, devorga moslashtirib chiroyli taxlab qo'yganlar. Eshikning ochilishini qarang. Ko'rishingiz mumkin. Mana neobishniy stilda bo'lyapti. Xonalarimiz duh kontur kotyor istadi. Barcha jihozlar chiroyli ta'mirda ko'rib turganingizdek. Xo'p, keyingi ko'radigan bo'lsak, bu so'nggi xonamiz bo'lyapti. Ko'rib turganingizdek, devorlarimiz chiroyli atasentra remontga chiqqan. Xo'p, konditsionerlarimiz o'rnatilgan. Fotograflarimizga e'tibor bersangiz, chiroyli podsvetka berilgan. Ko'rib turganingizdek, dekorlarimizga e'tibor bering. Televiziya qo'yish uchun chiroyli maydon taxlab qo'yganlar. Xo'p, qandillari ilingan, pardalari chiroyli high-tech usuldagi barcha narsa zamonaviy dizayn. Xo'p, narxiga to'xtaladigan bo'lsak, 100 ming, 120 ming degan joylardan to'xtatib 98 mingga ko'ndirib qo'ydik. Kimga qiziq bo'lsa, pastga raqamga murojaat qilib bo'lmani baraka qilishingiz mumkin. Bu videoni neoklassika stildagi kvartira izlab yurgan mijozlarimizga yuborib qo'ying. Videoga like va dislike bosishingizdan chiqmasin.